Uchta nuqta berilgan. Bu nuqtalar orqali o'tuvchi parabola funksiyasi, kvadrat funksiyasini tasvirlaymiz. To'g'rimi? Umumiy ko'rinishni yozib oling. Y teng ax kvadrat plus bx plus c. Umumiy ko'rinish. Endi shu nuqtalarni qo'yib chiqing bitta-bitta. X ni 2 qo'ysa y teng 0 ekan. Birinchisi B nuqtani qo'ydik. 0 teng 4a 2b. Endi buni qo'ying. Minus 5 teng 9a. Endi buni qo'ying. Endi sistemadan foydalangan holda ABC'larni topib qo'yishga harakat qilishingiz kerak. Xo'p. Shu ikkalasini ayirib olaylik. Ayirib olganimizda 8a plus 2b 8 bo'ladi. 0 bo'ladi. Yana ayirib olsak tushunarli? Endi anopga betga qo'yamiz. Qo'yganimizda b chiqadi. Bunga buni qo'shib olamiz. 2 va qo'shib c teng 1. Endi yasab qo'yamiz.